Cobalt avtomobiliga 10X barlarni ustunovka qilib berganmiz. Polniy komplektatsiyasi bilan. Bundan tashqari multirul qilib berdik. O'zini shtatniy pultiga avtozapusk, oyna ko'taradigan ham qilib berganmiz. Kanzas brendi ostidagi sideniya chexol, polik hamda premium mahsulotlarimizdan MRS 3.7 video registratorlarni vokalonchilarga ustunovka qilib qo'yganmiz. Kачествоsi idealniy darajada ishlashi ham zo'r. Slepoy zonalari ham bo'ladi, ikkita kamerali bo'lganligi uchun. Xo'p, 10X barimizdan turishi, zazorlari biriga bir mo'shni keladi. Oldi-chastda abagrev knopkalari, USB chasti bor. USB AUX mikrofon uchun, Skorsky tushishlari, tiptroniklar ishlaydi joy-joyi o'rn-o'rnida. Беспроводный zaryadkasi bor, abagrev ikkita knopkasi bor. Siz yana abagrev qo'ydirsanglar, mana shu knopkaga ulab beramiz, zavodskiy bo'lib ishlaydi. Uchnoylari qo'lda podstakanlik bor, usti kojunniy, ichki qismi перекрутили bo'ladi. Xullas, как положено ustunovka qilib qo'yganmiz. Zazorlari ham biriga bir mo'shni keladi. Video juda ham chiroyli, shunaqa idealni tushadi. Avtosalon chastlari salon bilan bir xil xudo xolisa. Bundan keyin qilib bergan ishimiz avtozapusk bilan oyna ko'taradigan bo'ldi, cruise control bo'lgan. Hop, mana o'zini rullariga cruise controllarga qo'yib qo'yganmiz. Tabloda mana suvni temperaturasini ko'rsatib turadi. Eng kerakli funksiyalarni tabloga chiqarib berganmiz. Narujniy temperatura aytfonda ko'rsatadi, 38 gradus bo'ldi. Issiq bo'ldi tashqari. Xudo xolisa rullari tayyor, barlari tayyor, avtozapusk oyna ko'taradiganlari bo'ldi. Bagaj knopka qilib berdik. MRS video registratorni ustunovka qilib qo'yganmiz. Hammasi garantiyaning so'ziga javob berib, garantiyasi bilan qilib berganmiz. Xizmatlar qiziq bo'lsa, Max Tuningga murojaat qilaverasizlar. Ishinglarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz.